Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana bugundan biz Lazizbek ustozni fizika milliy sertifikat kitobi yechimlarini tahlil qilib boramiz. Xo'p, barcha ustoz va murabbiylarimizni milliy sertifikat hamda attestatsiyaga tayyorgarlik ko'rishi uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlarini so'rab qolamiz. Hozir tanishib chiqamiz. Xo'p, birinchi variant, ikkinchi masalaga e'tiborimizni qaratamiz. Xo'p, chang'ichi 0,4 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlanib 100 metr yo'lni 20 sekundda bosib o'tdi. Uning yo'l boshidagi va oxiridagi tezliklari qanday? Ya'ni boshlang'ich tezlik bilan oniy tezlik bizdan so'ralyapti. Xo'p, berilgan kattaliklarni yozib oldik. Xo'p, endi e'tibor beramiz. Bizda boshlang'ich tezlik so'ralyapti. Yo'l, vaqt hamda tezlanish berilgan. Boshlang'ich tezlik topishda S teng V0t plus at kvadrat taqsim 2 ifodasidan foydalanib topamiz. Xo'p, S o'rniga 100 metr, xo'p 20 va 0 plus A o'rniga 0,4, 2 ga bo'lsak 0,2 ko'paytirilgan 20. 400 bo'ladi kvadrati, 400 metr. Xo'p, 20 da va 0 teng. Xo'p, 100 dan 80 da ayiramiz. Va 0 teng 1 metr taqsim sekund chiqadi. Bizda masalani birinchi qismi yakunlandi. Endi davomiga kelsak, oniy tezlik topish formulasi V teng V0 plus at. V teng 1 plusdan 0,4 kara 20. Oniy tezlik 9 metr taqsim sekund. Demak, birinchi formulamiz, ikkinchi formulamiz. Birinchini javobi, ikkinchini javobi. Xo'p, tanlab olingan misollardan 3-masalaga o'tamiz. Masala shartida gorizontga 45 gradus burchak ostida otilgan jism 0,8 sekunddan so'ng hali ham ko'tarilib, tezlikning vertikal tashkil etuvchisi 12 metr taqsim sekundga teng bo'lsa, jismning otilish va yerga tushish nuqtalari orasidagi masofa qanday deyapti, ya'ni uchish uzoqligi so'ralyapti. Masalani berilgan kattaliklarini yozdik va rasmini chizib oldik. Gorizontga burchak ostida otilgan jism mana alfa burchak ostida V0 tezlik bilan otilgan. 0,8 sekunddan so'ng vertikal tashkil etuvchi tezligi 12 va hali ham ko'tarilgan deyapti. Mana shu holatda bo'ladi, ya'ni markazdan o'tib ketmaydi. Bu yerda vertikal tashkil etuvchi tezlikni v y teng V0 sinus alfa minus jet ifodasidan foydalanib topamiz. Xo'p, 12 qo'yamiz va y o'rniga V0 ko'paygan sinus 45 da 1 taqsim ilzosi 2 ga teng minus 8. Xo'p, V0 ni topsak, bu yerdan 20 ilzosi 2 metr taqsim sekundga tengligi keldi. Xo'p, uchish uzoqligini topish formulasi L teng V0 kvadrat sinus 2 alfa taqsim j ifodasidan topiladi. Xo'p, o'rniga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, L teng V0 kvadrati 400 ko'paytirilgan 2 sinus 90 da 1 ga teng taqsim 10. Hisoblasak 80 metr degan javob chiqadi.